Assalomu alaykum, hurmatli Sarhad.uz kanali obunachilari. Bugun tarix sahnasida o'chmas iz qoldirgan buyuk shaxs, ikkinchi Renessans asoschisi Sohibqiron Amir Temur tavalludiga 690 yil to'ldi. Mana bir necha kundirki, ijodiy jamoamiz bilan birgalikda sizning e'tiboringizga Sohibqironga Armug'on rukni ostida qiziqarli ma'lumotlarni yetkazib kelmoqdamiz. Bugun sizlar bilan Amir Temur o'z davrining zamonaviy fikriga ega qudratli rahbari bo'lgani haqida gaplashamiz. Amir Temur o'z davrida faqat mahoratli sarkarda emas, balki zamonaviy fikrlovchi strateg va davlat arbobi ham edi. To'g'ri, u universitetlarda o'qimagan, ammo hayotning o'zi eng kuchli bilimlar bilan uni tarbiyalagan. Birinchidan, Amir Temur harbiy strategiyani mukammal bilgan. U jangga kirishdan avval dushman haqida to'liq ma'lumot to'plagan, qo'shinlarni bo'linmalarga ajratgan va har bir harakatni oldindan rejalashtirgan. Bugungi tilda aytganda, bu professional strategiya va tahlil edi. Ikkinchidan, u geografiya va logistikani yaxshi tushungan. Qaysi hududdan qachon yurish qilish, qo'shin qayerda ovqatlanishi, suvni qayerdan olishi, bularning hammasi oldindan hisob-kitob qilingan. Bu esa ayni damdagi logistika rejalashtirilishiga o'xshab ketadi. Uchinchidan, Amir Temur davlat boshqaruvi va qonunchilikni puxta yo'lga qo'ygan. Temur tuzuklari orqali kim nima ish qilishi, kim nimaga javobgar ekanini aniq belgilab bergan. Qonun oldida barcha teng bo'lgan. To'rtinchidan, u iqtisod va savdoning kuchini yaxshi tushungan va shu sababli savdo yo'llarini himoyalab, hunarmandlarni qo'llab-quvvatlagan hamda shaharlarni rivojlantirgan. Chunki buyuk hukmdor kuchli davlat, kuchli iqtisodsiz bo'lmasligini yaxshi bilgan. Eng muhimi, u olimlar, fan va ta'lim vakillarini eng katta boylik deb bilgan. Shuning uchun ham ilmli odamlar doimo hurmatda bo'lgan. Xulosa shuki, Amir Temur zamonaviy texnologiyalarga ega bo'lmasa-da, zamonaviy tafakkurga ega qudratli hukmdor edi. Hurmatli obunachilar, barchamizga Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi muborak bo'lsin. Ana shunday buyuk ajdodlarning vorisi ekanimizdan faxrlanib, doimo yuksak marralar sari olg'a qadam tashlayveraylik.